Barchangizga assalomu alaykum. Mana jipchilarimizda mana shunday katta bo'lib qolgan. Vaqtini ham ko'rsatib sizlarga video qilib boramiz. Mana shular hozir bir haftalikdan 10 kunlik, 15 kunliklari ham kurkalarimizda jipchilarni bitta kurkamiz tog' jipchilarni bitta kurkamiz olib yuribdi tagiga onalik qilib. Mana shunday sog'lom jo'ja ana shunday chopib qasarlar yuradi. Mana shunday katechalarni setkadan oddiygina jo'dargina usulga bezlaysiz g'ishchalarni mana shunday tumbachalar ko'tarib olibchalarga reykachalardan setkachalarni o'rnashtirib qoqib katay qilib qo'yamiz. Mana shu yerga 152 ta jo'jamiz chopqillashib yuribdi. Kattaroq tog' bo'lib holatga kelgandan keyin bu xonaga ko'chiramiz. Xonamizni mana shu xonaga qo'yib yuboramiz. Mana bu katayimizni chor atrof setka oldi qismini video qilib birinchi boshiga ko'rsatdim. Bu yon boshi mana shunday ikki tomoni setka, ikki tomoni devor. Rasxoti mana shunday devorlarni burchagidan qilsangiz setka, reyka, rasxoti ancha kamroq bo'ladi. Mana kechga ham ovqat yeyishadi, lampochkalar qo'yib qo'yibman. Jo'tchalarimiz Qashqadaryoda joylari xonaki, pataki tog' jo'jalari. Qashqadaryoda universal aralash oq, qora, har xil kulrang, olachupor, har xil svitdan universal assortiment tog' bo'layotgan jo'jalarimiz. Qarshi Qavali mahallasi, Chilonzor ko'chasi, 13-uy. Kimdaki jo'ja olmoqchi bo'lsa, Ermatov Abbos kelaverasizlar. Telefon nomerlar 91 473 0509 ga telefon qilib bemalol Qavali mahallasi, Chilonzor ko'chasi, 13-uy damkomxonani to'g'risidagi ko'k darvozali xonadon bizniki bo'ladi. Masjid bor. Qavali ana shu masjidni arqa tarafiga mahalla bor, damkomxona. Ana shu damkomxonani to'g'risiga adres mana shu. Qiynalmay kelishlaringizga ipidan iynasigacha tushuntirib o'tdim degan kelaverasizlar. Kimdaki jo'ja olmoqchi bo'lsa 40 kungacha xohlasanglar 6 oylik tog' ham qilib berishim mumkin. U bizga jo'ja katta qilish, jo'ja boqish muammochilik joyi yo'q. 25 yildan beri sohani yurib kelamiz. Mana ot o'rnini toy bosadi, odam o'rnini o'g'li bosadi deydiki, bizda o'g'ilcha ham 4 yoshdan kasbni ichiga, shuni ichiga yuribdi. O'zi bemalol ovqatlarini berib, suvlarini berib chiqadi 4 yoshdan beri. Hozir parrandalarimizga bemalol qaralayotgan bo'lgan. Qarab, don suvlarini berib
Shunaqa gaplar jigarlar. Kimdaki mana shu narsani ko'paytirib tuxum ro'zg'origa tuxum yegisi kelmoqchi bo'lganlar tovuq boqishini tavsiya etaman. Bu go'sht yo'nalishga xo'rozlarni so'yib ro'zg'orga xo'rozlarni so'yiydi, tovuqlarni tuxumini yeydi. Barisi xonaki uyga o'chirilgan mesni tovuqlar. Shunaqa gaplar jigarlar, sog' bo'lasizlar, charchamayasizlar. Gazini bosinglar. Boqishda shu kundan boshlaylik uylaringizga. Qardan mandan olmasanglar ham, kimdan bo'lsa ham, qardan bo'lsa ham jo'jani olib kelib boqishlaringizni tavsiya etaman. Bizniki mana shunday usulga boqib kelamiz. Sizlar bundan ham chiroyli kataylar qilib boqishlaringizni tavsiya etaman. Sog' bo'lasizlar, charchamaylar.